ko'ngil na qahva istar, na qahvaxona. Yana pravadan yiqildim. Dadamga qilgani bormi? Yaxshi bitta bahona. 4 ta lakig'amikin. Uyingda mashinang bo'lib, kistangda pravang bo'lmasa qiyin ekan, radnoy. Foydasi bo'lmasam, aga yana ishladi. Bu yomg'ir emas. Bu pravasi yo'qlarning ko'z yoshlari va meni ham. Beni bırakıp Prava olmabsan deb eshitdim. Olmadim yana. Pravani ko'rib ol, mana qoladi, mana yerda rasming bo'ladi, keyin didit minib yuraverasan. Sen qayerdan ham tushunasan? Kallasi balla oladi, seni kalla yo'q, gaplashamiz. Buncha maqtanding, kecha olmay yurganding-ku. Hammaga aytinglar, faqat 3 kun 29, 30, 31 mart Anjondagi ham ish osh do'konlarida 0012 aksiyasi, ya'ni mebellar, texnikalarni o'zini narxiga hech qanaqa boshlang'ich to'lovsiz ustamasiz. Voy, keling aka. Pravogalarga maksiz aytib o'rasizmi? Voy, pravo oldingizmi? Aka, sizga zo'r konditsionerimiz bor. LG konditsioner eski narxi 621.300 so'm, yangi narxi 542.400 so'm. Undan tashqari Shivaki sovutgichimiz eski narxi 699.400 so'm, yangi narxi 531.800 so'm. Undan tashqari Shivaki gaz plitamiz eski narxi 376.700 so'm, yangi narxi 288.400 so'm. Gaz plitol arzon ekan, pravasi yo'la sarson ekan. Core i5 Acer notebooki eski narxi 946.800 so'm, yangi narxi 825.500 so'm. Undan tashqari Artel 32 tali televizorimiz eski narxi 151.600 so'm, yangi narxi 150.800 so'm. Olmaysan chiqmasa, faqat 3 kun 29, 30, 31 mart. Nimalar beray aka? Hamma narsangizdan berasiz. Pravanetda yuvib beraman, kelasiz. Man mahallani shu, bratан, лёхасы bo'laman. Лёха, дела идут неплохо. Tushundingmi? Pravasi yo'la xafa bo'ladi ham demaydi. Biz ham oppalarimiz prava. Hali o'g'li zo'r bo'ladi, shunchasi oson bo'lmadi.